Wow. Bir kechada meni orqalardan qarib, yana o'stirsam, sotib olib berding. Meni qahramonni. Millat uchun hamma narsaga tayyorman. Sen biram jasursan, Kevin, va seni yoqimtoy kuchukchalardek ko'zchalaring. Qalay, Brad? Undan nari tur, yaramas maxluq. O'zing bos uka, urma mani. Men bu yerga sen uyoqda zo'r ishlading deyishga keldim. Rostami? Yo tavba, Kevin, qilishingni olib qo'y, buni g'alati qilyapsan. Ha, yaxshi. Xafachiliksiz a? Ha, albatta. Yigitlarim ham sen bir kishini ham o'ldirmaganingni qadrlashadi. Meni Nima deyotsan ukam? Balandroq gapir. Meni kodeksim bor. Nima? Kodeks. Seni boteksing bor. Kodeks. Qotillikka qarshi. Mayli bratishka. Xoniming bilan ikki og'iz so'zim bor edi. Qarshimasmisan? Men Kevin, ishga nimadir olaylik. Albatta, milady. 2 kvas va 1 stakan sut. Voy toppa, Brad. To'xta, qo'y. Rahmat. Hey Kev, bugun kechga Brad bilan birgalikda qo'rg'onga boryapman. Lekin Ha, ko'rishguncha ukam. Hey, bugun yaxshi ishlading u yerda. ha, rahmat. Yaxshi, shunchaki miladyni ertalab qutqarib qo'ya qolaman. Video Kalamdagi ovozlar kanali uchun Shulgik Prime tomonidan o'zbek tiliga o'girildi. Original Tanzil kanalida.